onajollarim, voy meni Umarxonim, nimaga bunaqa ekansiz, nimaga qovul qo'zim ekansiz? Avamdan hatishlar derdilar, qovul qo'zim. Erkatoyim, bugun bolalar kuni-ku Alixa? Ha? Asiya uxlab qoldimi? Da, meni kunim bugun. Bugun seni kuningmi? Endi siz bolaligingiz o'tdi bolam. Ay, Nilufarxon. Sizlar uchun men yosh bola bo'lishim kerak-ku. Yosh bola siz uchun. Gulmiraga neng bola? Ana, bayram. Bugun bizni bayramimiz. Bayram muborak unda, Robiya qizim. Hamma bolalarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Dam olish kuni uydaman. Xotirjam telefonga qarashga ham vaqt bo'ldi. Shunaqa ko'p odamlar yozishibdi. Menga rahmat aytib yozganlar ko'p. Yuz gimnastikasi hamda ozish haqida bir kurs tayyorlagan edik. Shuni so'rab rosa telefonlar qilishyapti, kursga qo'shilishyapti. Albatta juda ham bu bizni xursand qiladi. Lekin orasida shunaqa odamlar borki, siz nima qilasiz aldab, oshqozoningizni kestirgandirsizda, shuning uchun shunaqa vazn tashlagansiz, katta xotin qizlari bilan teng bo'lib qolmaydi-ku degan gaplarni ham meni o'zimga yozishyapti. Mani ko'pchilik anchadan beri biladiganlar bilishadiki, что men unaqa nima desam bo'ladi, ortiqcha vaznga ega, qo'pol qilib aytganda hech semiz xotin bo'lmaganman. Ko'pincha mana shu bitta vaznni saqlab qolishga harakat qilaman. Hech qanaqa oshqozon kestirish operatsiyalarini o'tkazmaganman, xudo saqlasin. Oshqozon kesish operatsiyasi qildirgan odam bilsinki bo'ldi, u nogiron bo'lib qoldi deganida. Chunki oshqozon yana 40 baravarmi, nechidir baravar kattalashish xususiyatiga ega bo'lgan organ ekanda. Men kestirilgandan keyin u yana sekin kattalashib olar ekan. Shuning uchun ham oshqozonini kestirgan odamlar yana o'sha bariatrik nima deydi, nimadir operatsiyaga yana muhtoj bo'lar ekan, yana borib kestirar ekan. Chunki oshqozon o'z-o'zidan sekin yana ma'lum bir muddat vaqt, uzog'i bir 3 yil deylik, keyin yana kattalashib ketar ekan. Xullas, bu oshqozon operatsiyasi vazn saqlash uchun, ozish uchun yechim emasda. Bu fojia, bu nogironlik degani. Operatsiyani mana bu miyada qilishimiz kerak. Miyani davolashimiz kerak. Nima desam bo'ladi, chiroyli odatlarni shakllantirishimiz kerak. Shundagina mana bu tanani qiynamasdan sog'lom tanaga ega bo'lamiz. Sog'lom hayotda yashaymiz. Qisqa vaqtda tushuntirishim qiyin. Buning uchun mana shu vazn tashlash hamda yuz gimnastikasi kursimizga yoziling. Ana o'sha joyda o'zingiz ko'rasiz. Menga har xil toshlar otmang. Otgan toshingizga e'tibor ham qilmayman. Mana bugun dam olish kunimdan foydalanib, Azizaxon parvarchi qizimizni chaqirdik. Ishlaringizni ko'rdim Azizaxon. Juda ham chiroyli, sifatli tikibsiz. Mana shu oshxonani rosa ham yoqdi. Shu oshxonamga hech bir ko'ngildagidek parda bo'lmaganda, o'shanga bir mashq qizni chaqiraychi. Chiroyli, nijniy, quyosh ham o'tib tursin. Aka turlar qilib beraman, xudo xolasa. Hayot holatini ham bo'lishasiz obunachilarimizga. Ha, albatta ko'rsataman. Quyosh ham o'tsin, ko'rinsin tashqari, juda ham yopilib qolmasin. Yorug' bo'lib turadi xonangiz, xudo xolasa. Juda yoqdi ishlaringiz. O'shanga mashq qiz chaqiray dedim. Xudo xolasa zo'r qilib berasiz. Rahmat, xudo xolasa. Mana bugun o'lchovlarni olib olishsa, keyin parda ham tez kunlarda tayyor bo'ladi. Rahmat Azizaxon. Tanlovingiz uchun rahmat. Rahmat.